Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga dazmoldan to'g'ri foydalangan holatda payka qilish tartiblarini ko'rsatamiz. Bu videoni qilishimizdan maqsad sohaga yangi kirib kelayotgan yosh santexnik bolalar payka qilayotganda hayajonlanadi. Birinchi payka qilayotganda yoki ba'zi bir holatlarda juda zo'r kuch berib payka qiladi. Bir hallari juda ham bo'sh payka qilib qo'yadi. Turbalar nasatkaga oxirigacha kirmay qolgan paytlar bo'lyapti. Shu narsalarni oldini olish uchun biz mana shunaqa bitta foydali ma'lumot sizlarga qilib bermoqchimiz. Birinchi o'chiritda payka qilayotganda dazmolni o'ziga e'tibor berib olish kerak. Siz qaysi diametrlarni payka qilmoqchisiz? Misol uchun, agarda katta diametrlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni misol uchun 40 talikdan boshlab 50-60 larda ishlaydigan bo'lsangiz, mana shu qolip, mana bu katta qolip, misol uchun bu yerga 40 talikni taqib qo'yganman hozir. Mana bu qiziydigan korpusiga to'laqonli tegib turish kerak. Bir xilli katta qolip oladi, uchiga taqib qo'yadi. Dazmolni uchiga taqib qo'yadi, keyin bo'lsa u qolip mana bu qiziydigan korpusdan ba'zi bir qismlari chiqib qoladi. Chiqib qolib hamma yoq yaxshi qizimaydi. Yaxshi qizimaganning hisobiga go'da shu ham mo'rt paykaga olib kelishi mumkin, ya'ni bo'shroq paykaga olib kelishi mumkin. Agarda siz baqvat payka qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni yaxshi payka qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu qolip qo'yganingizda iloji boricha o'sha qolipga mana dazmolni qiziydigan korpusi hamma yog'i tegib turish kerak. Endi bu narsa o'zi tartibi, qoidasi, lekin agar bir xil joylarda vaziyat talab qilsa, misol uchun bir xil joylar bor, torroq joylar bor, qolipni uchiga olish kerak bo'ladi. Dazmolni uchiga olib turib payka qilish kerak bo'ladi. Lekin o'shunaqa paytda endi vaziyatdan kelib chiqqan holatda qolip uchiga olib turib payka qilib olib, keyin yana qolipni o'zini o'sha qiziydigan korpusiga tegadigan teshigiga qotirib qo'yish kerak-da. O'shanda ertaga mana bu katta qoliplarimiz ham yaxshi qiziydigan bo'ladi. Endi o'zi dazmolni ishlatayotganda qanaqa haroratda payka qilish kerak? Misol uchun qiziydigan misol uchun bu yerda haroratlari bor yonida. Haroratlarining temperaturasi qanaqa bo'lishi kerak desa, misol uchun men o'zi ko'pincha qoidasi bo'yicha buni 240, 250 mana shu anaqalarda payka qilishni tavsiya qilaman. Misol uchun siz agarda 20 talikdan 32 talikgacha ishlaydigan bo'lsangiz-da, agar sizni diametrlaringizda katta diametrlar bo'lsa, ya'ni katta payka qilinadigan diametrlar bo'lsa, dazmolni kattaroq haroratga qo'yib turib payka qilishlarni tavsiya qilamiz. Endi bu dazmolga harorat belgilash ham atrofdagi kun issig'iga, sovug'iga ham bog'liqli joyi bor. Misol uchun, agarda kunlar sovib kelyapti, sovuq kunlar boshlangan, qish fasli kirib kelyapti yoki misol uchun kuz oylari yoki bahor oylarini sovuq kunlari bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa, kattaroq haroratda payka qilganinglar yaxshi. O'shanda turbani erib olishi ham sal osonroq bo'ladi. Endi ba'zi bir joylarda o'zi qoidasi bo'yicha, tartibi bo'yicha 240 gradusda payka qilinsin degan joylari bor, lekin u yozilgan qoidasi ham atrofdagi kunni issiq sovug'iga qarab turib boshqarilishi kerak. Bu endi dazmolda o'sha paykani bo'layotganiga qarab qanaqa eriyapti. Tezroq eriyotgan bo'lsa, haroratni sal pasaytirasizlar. Tez erib ketayotgan bo'lsa, agar sal sekinroq erib qolayotgan bo'lsa, haroratni ko'tarasizlar. Bu go'da misol uchun bir xil dazmolni ishlayverganidan mana tigi relesi buzilib qolishi mumkin-da. Faqat baland haroratda yaxshi qizdiradigan bo'lib qolishi mumkin. Dazmolning o'ziga ham ahamiyat berish kerak-da bu joyda. Keyin bo'lsa, ba'zi bir holatlar bo'ladi, mana shu dazmolni chirog'iga bir xil ahamiyat bermay qoladi-da. Qizyapti-yu deydi, lekin o'sha dazmol mana bu o'zining to'kiga tiqilgan joyidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin yoki udinitilni o'zi tiqilgan joydan uzilib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha joylariga ham e'tibor berish kerak, payka uchib qolgan bo'lishi mumkin-da. Dazmolda payka qilayotganda keyin u yaxshi erimayotganini o'zi payka qilgan odam his qiladigan bo'lib qoladi u narsani. Endi bizani asosiy bu hozir bu tigi videodan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz, misol uchun siz 20 talik turbani payka qilmoqchisiz. 20 talik turbani. Paykani o'zini lineykasi bor. O'zining lineykasini qo'yib turib payka qilish kerak bo'ladi. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Lineykasini qo'yamiz. Qaysi diametrda payka qilayotgan bo'lsangiz, o'sha diametrga belgi qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Qo'limdagi lineyka 16 dan boshlab 75 talik turbaning diametriga moslashgan bo'ladi. Mana shu qo'yasiz.
20 talik turbani paytga qo'yayotgan bo'lsangiz, 20 talik turbani diametrini teshigiga bitta belgi qo'yasiz. Markerni bitta belgi qo'yib turib, keyin mana shu qora chiziqqa belgiga qolib ketib qolganda to'g'rilaysiz. Yangi yosh shogirdlar go'da endi hayajon bo'ladi, bir xillari baquvvat bo'ladi, ko'p tiqib yuboradi turbani. Bir xillari ko'p tiqib yubormaydi, kamroq tiqib qo'yadi turbani. Mana bu o'zini lineyka bilan bitta belgi qo'yib turib qilinsa, bu уже biladi, mana shu chiziqgacha olib kelishim kerak, shu yerda to'xtatishim kerak. Keyin mana fittingga chiqaradi-da, bir xil fittingga chiqarib turib ham, mana turbaga bosganda qattiq bosib yuboradi. Qattiq bosib yuborgandan keyin mana qolibki o'zini me'yorda tiqqan bo'lsa ham, lekin fittingga qattiq bosib yuborishini oqibatida mana turbani og'zini kichraytirib qo'yishi mumkin. Ya'ni o'rischasiga sujeniya qilib qo'yishi mumkin. Shu narsani saqlab qolish uchun agar turbaga belgi qo'yilsa, o'zini lineykasida turbani ichki diametrini ham kichrayib qolishini oldini olsa bo'ladi. Mana hozir sizlar bilan ko'p chiqamiz. Men hozir mana belgi qo'ydim turbaga. Hozir shuni bitta paytga qilib sizlarga natijasini ham ko'rsataman. Dazmolimiz sal balandroq haroratga qo'yib qo'yganmiz hozir. Hozir mana qo'ygan belgi chizig'imni ozgina ochiq qoldirdim. Hozir mana tashqarisini erib chiqqan holati. Mana chiziq kichkina belgisi ko'rinib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, marker o'rni ko'rinib turibdi. Mana ichkarisi. Ichkarisini ko'rayotgan bo'lsanglar ham turbani diametri juda ham yaxshi saqlab qolingan. Erinmasdan mana shu paykani lineykasini har bitta turbani payka qo'yayotganini belgi qo'yib turib payka qilsanglar, xudo xolisi hamma paykalaringiz zo'r chiqadigan bo'ladi. Endi bu lineykadan misol uchun 20 talik, 25 talik, 32 talik turbalar bor. Bu asosan ko'p hadovoy diametrlar hisoblanadi. Payka qilib yurganda o'sha bolalar biladi, qanaqa kirgizyapti, qanaqa chiqaryapti, bir xilli o'sha buni his qiladigan bo'lib qoladi dazmolda payka qilayotganda. Lekin 40 talik diametrdan boshlab обязательно mana shu lineykadan foydalanish kerak deb men tavsiya qilaman. Chunki 40 talik diametr o'sha katta bo'ladi, u turbani tiqishga kuch kerak. Go'da ko'proq tiqib yuborib, go'da kamroq tiqib qo'yib, shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Endi bunaqa paykani lineykasi menda yo'q-ku, men buni qayerdan topaman desanglar, bu narsa обязательно lineyka bo'lishi shart degan joyi yo'q. Misol uchun mana shunaqa bitta 20 talik turbaga 20 talikni kirish haqqini bundoq chizib belgi qo'yib olib, misol uchun, keyin mana shu chiziqdan pastga 25 ni bundoq yozib qo'yib, payka qilib turib, tagiga 32 ni yozib turib, 32 ni kirish haqqini lineyka qilib chizib qo'ysanglar, bu turbani o'zingizlarning chemodaningizga solib qo'ysanglar yoki o'sha dazmolni chemodaniga solib qo'ysanglar, doimiy lineykalar o'zingizlar bilan yuradigan bo'ladi. O'sha payka qilayotgan paytingizda shunda o'sha diametrni qo'yasizlar, o'sha diametrga unda belgi qo'yib turib, payka qilaverasizlar. Bu narsa ertaga ishingizlarning sifatini oshirishga yordam beradi. Ham naqada ishonchli, misol uchun ishlayotganda men payka oxirgacha kirdimikin yoki kamroq kirib qoldi-ya degan gumondagi choklardan xalos bo'lasizlar. Shuning uchun tavsiya qilardim, o'zi buni yosh sohaga yangi kirib kelayotgan santexniklar emas, iloji bo'lsa mana shu sohada ishlab yurgan ustalar ham foydalanishsa, xudo xolisi ishligini sifatligi baland bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lux Klimatga obuna bo'linglar, like bosishni esdan chiqarmanglar.